O'quvchi Pencil 2 dasturida Genius so'zini yozilishini animatsiya sifatida yaratmoqchi. Har bir harf elementi bo'lagi qismi bitta kadrda akslanadi va har bir harf to'liq yozib bo'linganidan so'ng oxirgi harfdan tashqari 3 ta kadr bo'sh joy uchun ajratilishi kerak deyapti. Agar animatsiyaning ijro tezligi 10 fps ko'rinishda bo'lsa, yuqoridagi qoidalar asosida yaratilgan animatsiya qancha vaqt davomida ijro etiladi? Eslatma, Genius so'zini harflar elementlari ko'rinishi bu yerda mana J harfini o'zi 6 ta qismdan iborat. Ya'ni bu nima degani bizda bu yerda mana shu Genius so'zini animatsiya ko'rinishda hosil bo'lishi kerak har bitta elementi va har bir harf bo'lagi bitta kadrda akslanishi kerak. Bitta kadrda. Va har bir harf to'liq yozib bo'lingandan so'ng keyingi harfga o'tish uchun unda orasida 3 ta kadr bo'sh joy bo'lishi kerak. Endi bu yerda mana J harfini o'zini qaraydigan bo'lsak, mana birinchi bo'lagi, ikkinchi bo'lak, uchinchi bo'lak, to'rtinchi bo'lak, beshinchi bo'lak, oltinchi bo'lak. Demak, bu yerda shuni aytyapti mana. 6 ta qismdan iborat deb mana shuni yoki E harfi mana bitta bo'lak, ikkita bo'lak, uchta bo'lak, to'rtta bo'lak, beshta bo'lak. Demak, bu hozir 6 ta bo'lak bo'ladigan bo'lsa, demak bu bizga 5 ta bo'lak bo'ladi. Keyingisi demak 1, ikkita bo'lak, 3ta, 4ta, 5ta. Demak, bu ham 5 ta bo'lak. 1, ikkita bo'lak mana. I harfi. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak. 5 ta bo'lak va bu yerda jami bizda har bir harfdan so'ng 3 ta bo'sh joy ham bor. Demak, bular o'zi 6 ta kadr bo'lsa, mana bu J harfi 6 ta kadr bo'lsa, 3 ta kadr ham bor. Har biridan keyin demak mana bularga ham 3 ta kadr bo'sh joy tashlangan. Oxirgisidan tashqari deyapti. Mana shartda aytyapti. Oxirgi harfdan tashqari. Endi mana shularni qo'shadigan bo'lsak, jamisini, ya'ni mana uchlar va yuqoridagi kadrlar sonini qo'shadigan bo'lsak, mana bizda buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 28 bo'ladi bu. Plus bu yerda ham 5 ta 3 bor. 15 bor. Qo'shadigan bo'lsak 43 bo'ladi. Ya'ni 43 ta kadr bo'ladi. Endi mana bu yerda tezlik haqida gap ketyapti mana. Ya'ni bu nima degani biza? FPS bu nima degani? Buni agar to'liqroq bu yerda yozadigan bo'lsak, FPS ya'ni bu frames per inch. Bu degani 1 sekunddagi kadrlar soni degan. Ya'ni bu 1 sekunddagi kadrlar soni. Kadrlar soni. Hozir endi biz misolda 1 sekundda 10 ta kadr bor degan. 10 ta kadr bor. Endi bizga qancha vaqt ketadi deyapti. Bu yerda javoblarda sekundda berilgan. Endi bu jami 43 ta kadr bor ishlatilyapti bizda. Endi har 1 sekundda 10 ta kadr harakatlansa, necha sekund vaqt ketadi degan savol qo'yilyapti. Bu degani bizda 43 ni 10 ga bo'lamiz. Bu degani 4,3 demak sekund vaqt ketar ekan. Mana shunday bejavob bo'ladi bunda. Endi buni o'zini Pencil 2 dasturida agar qaraydigan bo'lsak, mana dasturni ishga tushirib oldik. Mana Pencil 2 dasturi demak yozish tugmasini tanladik. Bu yerda width, ya'ni bizda o'sha chiziqning biz yozadigan o'sha chiziqlarning qalinligini bu yerda aniqlash mumkin. Va bu yerda ranglar bor. E, Biz ya'ni har xil rangdan foydalanishimiz mumkin. Keyin kadrlar soni bor mana. Mana bu yerda hozir birinchi kadr turibmiz. Demak, bizda J harfini yozishimiz kerak. Demak, mana bu 1. Endi yana mana bu yerda kadr qo'shib olamiz. 2. Ya'ni 6 ta elementdan iborat bo'lishi kerak. 3. Mana bu 4, 5 va 6. Mana. Endi har bitta kadrdan keyin deyapti masala shartida 3 ta bo'sh joy ham kerak. Ya'ni 1, 2, 3 tashladik.
va yana bitta to'rtinchisidan boshlab endi E harfini yozamiz. Yani buni keyin boshqa rangda olamiz. Demak, bir. Bunda 5 ta ishlatiladi kadr. 2, 3, 4 va 5. Bo'ldi. Bundan keyin ham yana 3 ta kadr tashlaymiz. Bir, ikki, uch va to'rtinchisidan boshlab endi e, demak biz N harfini hosil qilamiz. Unda ham N harfidan 5 ta kadr ishlatilgan. Demak, bir, yana bitta kadr yaratamiz bu. 2, yana bitta yaratamiz. 3, 4 va 5 va endi yana 3 ta. 1, 2, 3, to'rtinchisidan boshlab endi I harfini yozamiz. I harfida bizda ikkita kadr ishlatilgan. Demak, 1, 2 mana. Yana 3 ta kadr tashlaymiz. 1, 2, 3. To'rtinchisidan boshlab endi U harfini yozamiz. U harfida ham bizda 5 ta kadr ishlatilgan. Demak, 1, mana 2 va 3, 4, mana xullas 5 mana. Bundan keyin yana 3 ta kadr tashlaymiz. 1, 2, 3. To'rtinchisidan boshlab endi S harfini yozamiz. S harfida ham bizda 5 ta kadr ishlatilgan bo'ladi. Demak, 1 mana bu, 2, 3, 4 va 5 bo'ldi. Ana bizda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda mana ekranning o'ng quyi burchagida 43 so'z turibdi yoki mana bu yerda ham mana 43 raqam turibdi. Demak, bu degani o'sha 43 ta kadr ishlatildi degani hozir bizda. 43 ta kadr ishlatildi. Yoki mana bu yerda mana ishlatib qo'yishimiz mumkin. Mana bizga 4,3 sekundda ishlayapti. Mana bu yerda mana demak FPS turibdi bizda. 1 sekunddagi kadrlar soni turibdi. Buni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, buni agar misol uchun deylik mana 12 yoki va hokazo buni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni 1 sekunddagi kadrlar sonini bu yerda biz almashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 1 sekundda masalan 15 ta kadr deydigan bo'lsak, mana shunga ko'ra bu moslashib oldi. Va bu yerda o'nta beradigan bo'lsak va takrorlanishni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bu doimiy bizda harakatda bo'ladi. Demak, mana shu yerdagi bizda e, o'ng va mana bu demak bizda bo'lgan qiruch, mana bu yerda turgan qiruch mana shu vaqtni aniqlashga yordam beradi. Natija mana shunday ko'rinishda 4,3 bo'ladi.